Mayli, xolangni koftishkasini olganda olibsan, kuydirib qo'yibsan, keyin indamasdan shkafiga solib qo'yibsan. Aytib qo'ysang bo'ladi-ku shuni bir og'iz. Nima ahvol bu? Siz nimalar deyapsiz, xola? Nega menga tuhmat qilyapsiz? Men sizni koftangizni olganim yo'q-ku. Qolaversa menga sassiq koftangiz kerak emas. Voy, tushunmadim. Endi meni kiyimlarim senga sassiq bo'lib qoldimi? A? O'ylab gapingni, xo'pmi? Endi bilmasdan Nimalar bo'lyapti o'zi, tinchlikmi? Ha? Tushuntiradim kimdir? Oyi, siz kiring ichkariga, biz o'zimiz kelishib olamiz. bo'ldi. Nigora, sen menda qilgan ishingni tan olganda kechirim so'ra xolangdan. Bo'la qol. Oyi, nega menga ishonmaysiz? Men olganim yo'q koftasini. Ko'ryapsizmi qizingizni? Tili bir qarich. Tarbiyasiz. Nima? Hali menmi tarbiyasiz? Dadam bilan yurgan siz emasmi tarbiyasiz, ha? Nima? Sen joyidami, nima deyapsan? Nigora, o'ylab gapiryapsanmi? Hamma yozishmalaringizni, videolaringizni, SMSlaringizni o'qidim. Gapiring. Hoy qiz. Nima bor u yerda, ko'rsat. Mana oyi ko'ring. Dadam bilan xolajonim sizga xiyonat qilishyapti. Berchi. Ber. Oyi yo'q. O'zi sizga ko'rsatmoqchi emasdim. Voy, oyi, bu nima deyapti? Ha? Gapni boshlab. Pismiq. Oxirigacha ko'rsat endi. Ko'rsat. Sendan qo'rqadigan joyim yo'q. Ko'rsat. Nima deyapti? Xolang nima Betiyam yo'q bu ayolni. Ha? Men dadangni sevaman. Ular ham meni sevadilar. O'zi sizlarga aytmoqchi bo'lib yurgandim. Baribir. Shunaqa. Bujon? Oyi. Bujon.